Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob, bu Uzbeksaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi video obzorimizda oldingi videoda qilganimdek Crypto Summit 2025 video qilishni anaqa davomi. Xo'sh, bugungi videoda qisqacharoq tushuntirib o'taman. Agar siz yangi bo'lsangiz, bu Crypto Summit 2025 Moskva shahrida bo'lib o'tadi va shu 19-20 mart oralig'larida bo'lib o'tadi. Nafaqat u yerda faqat anaqa summit, stendlar va hokazo ko'rishingiz mumkin, balki o'yin kulgu, yeb-ichar, har xil anaqa bayramlar qilishingiz mumkin va ko'pgina sovg'alar ham yutib olishingiz mumkin. Asosan bu yerga kelib nima foyda orttirishingiz mumkin? Asosan eng oxirgi trendlar haqida xabardor bo'lishingiz mumkin. Kripto sohada qanday qilib harakatlanish mumkin, kripto sohada qanday qilib pul ishlash mumkin. Umuman kripto sohani liderlari keladi va umuman вообще-то siz uchun bu imkoniyatdan quruq qolmasligingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Nima uchun umuman rossiyaliklarni fokusga qaratdim? Chunki уже 2 kun qoldi bu narsaga. Shuning uchun iloji boricha shu sotib olishingizni qilaman. Полностью sayt haqida bemalol mana shu tanishib chiqishlaringiz mumkin. Полностью saytda ссылкасini kommentariyada qoldiraman. Bemalol o'sha kirib borishingiz mumkin. Videolargacha bor. Qanday bo'lgan o'zi ancha yillardan beri bu davom etib kelyapti bu summit. Bu nafaqat Rossiya, balki SNG davlatlari uchun ham mo'ljallangan. Va bu yerda asosan ruskiy auditoriyada, ruschani tushunadiganlar uchun albatta maxsus. Ko'rib turibsizlar, biletlar qaysi vaqtlarda nimalar bo'lishini haqida, hammasi haqida aytilgan. Nima narsalar va hokazo u narsalar. Umuman biletlarni sotib olishga ulgurib qolingizlar do'stlar. Meni nomimdan 10% promokod skidka qilib beraman do'stlar sizlarga. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Men o'zim mana shu ofitsialniy partnyorimman. Mana shu ko'rib turganlaringizdek o'sha ofitsialniy partnyorimman. O'sha summitni meni nomim bilan shu Uzbeksaidovni mana shu promokodini tersangiz 10% skidka olishingiz mumkin. Qanday? Kupить biletni bosamiz. Xo'sh. Internetga shunaqa antennasi uncha yaxshi emas. Bu mana endi ochildi. Xullas mana masalan standart biletini yoki olmoqchisiz, qo'ya masalan deylik va meni promokodim istalgan biletga tushadi. Masalan Uzbeksaidov deb teramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana ko'rganlaringizdek skidka qilib berdi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. 10% skidka hammaga yetadi. Bu promokod cheksiz foydalanishingiz mumkin. Qancha bo'lsa shuncha. Standart, premium, after partyda o'yin kulgu yeb-ichar mazza qilib qilishingiz mumkin. Уже summit tugagandan so'ng 2 kunlik va o'zingizga qulay bo'lgan tarifni tanlashingiz mumkin. Xo'sh, meni ham undan tashqari biletim bor. O'zi bormoqchi edim. Afsuski men bora olmayman. Mana shu Zagram pasport bilan muammo bo'lganligi sababli, ola olmaganligim sababli qisqa muddat ichida shunga ulgura olmadim. Shuning uchun sizlarga bu o'zini originalniy narxidan borku juda ham arzon narxga sotmoqchiman. To'g'rirog'i menda hozirda standart va after party mana shu biletlari bor va har birini bitta xohlasangiz alohida olishingiz mumkin. Bittasini olishingiz mumkin, after party yoki standart yoki ikkalasini ham olishingiz mumkin. Muhimi har bittasidan 10% ni menga tashab berasizlar. Xohlasangiz rubl, xohlasangiz kriptovalyuta yoki boshqa valyutada tashab berishlaringiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zim lichkamni qoldiraman. Shu biletni sotib olmoqchi, bittagina o'sha anaqa sotib olmoqchi bo'lganlar diqqatiga iltimos qilib qolardim. Shu Rossiyadagi tanishlaringizga yoki tavsiya qilib qolardim. Shu Rossiyadagi tanishlaringizga, ayniqsa shu Moskvada yashayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yingizlar. Kripto sohaga qiziqadimi, balkim qiziqib yurar, balkim endi kirmoqchi bo'lganlar uchun bu zo'r katta sabitiya bo'ladi xullas. Давайте bemalol o'sha kirib olishlaringiz mumkin. Mana shu summitga o'sha biletlar xohlasangiz meni bitta biletimni ulgurgan odam sotib oladi, aloqa qilaman. Yokida o'sha promokodim orqali qilishlaringiz mumkin. Sizlar uchun meni obunachilarimga shu sovg'a qildim, shu imkoniyat qilib o'sha summitga so'radim. Shu bemalol olishlaringiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizning kompaniyangiz bo'lsa, shu eksport qilib o'sha qilishingiz mumkin. Kimlar ishtirok etishi mumkin? Fondlar, investorlar, minerlar, traderlar, birjalar, bunaqa qonundagilar, jurnalistlar, razraботчиклар, yuristlar va proyekt loyihalar ishtirok etishi mumkin. Давайте xullas. Nimalar masalan qachon o'sish bo'ladi, juda ham katta o'sish. Naybulshi qanday foydalar va hokazo. Полностью kripto sohadagi zo'r mana shu sabitiya bo'ladi. O'z uchun juda ham katta foydali bo'ladi. Borishga arziydi deb o'ylayman, chunki odamlarni ham bilsangiz bo'ladi. Shunday
Xullas, mana bu qatnashayotgan spikerlarni ham bemalol bilan olishingiz mumkin. Shunday. Xullas, shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, shu summit haqida bemalol mana shu Yekaterina degani bor ekan, o'zini saytga kirib, o'zingiz bemalol gaplashib ketishingiz mumkin. Konsultant ekan. Давайте bemalol. Bo'ldi, shu agar shu sizlar bilan suhbat edi. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Like, podpiska, do'stlaringizga yuborib qo'yishni, ayniqsa shu Rossiyadagi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmangizlar. Shulardan shu iborat edi. Keyingi video nima haqida bo'lsin, shular haqida ham albatta o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Bo'ldi, shu edi xullas. Xayr, salomat bo'linglar.